aka, ishlaringiz omad, Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat sizga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, hozir kutilgan kunlar Farg'onadan qadrdonimiz Abdulxoy inshaalloh mana hamma proseslarni qilib, xudo xolasa lisenziya kirib ketishyapti. Abdulxoy kayfiyatli yaxshimi? Xudo xolasa zo'r hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamasizlar. Jalol aka katta rahmat. Xudo xolasa dokumentimizni noldan boshlab qilib berdi. Xudo xolasa vizaga dokument topshirgan kirib ketyapmiz. Xudo xolasa hammasi ishonarli, halol bo'lyapti, chiroyli bo'lyapti. Bemalol ishonsalar bo'ladi. Jalol aka katta rahmat. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin. Iloyim aka, ishlaringiz omad, Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat sizga. Inshaalloh biz foydamiz tegandan xursandmiz. Inshaalloh siz qatori qolgan mijozlarimizga ham xudo xolasa navbat bilan inshaalloh shunaqangi Alloh suyuntiradigan kunlarga yetib kelaylik inshaalloh. Hammaga nasib qilsin inshaalloh. Xudo xolasa. O'zi qalbingiz maza qilyaptimi? Go'yo shu zo'r bo'ldi ekan, maza qildi xudo xolasa. Qolganlarga haqiqatan nima maslahatlar berasiz? Kelinglar, topshiringlar, xudo xolasa. Hammasi chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa noldan qilib berilgan hammasi chiroyli, halol bo'ldi. Ishonsalar ham bo'ladi. Hech qanaqa yashirin joyi yo'q. Hammasi ochiq, sof bo'ldi. Xudo xolasa hammasi chiroyli bo'ldi. Kelaverasizlar bemalol. Inshaalloh. Xudo xolasa aeroportdan ham o'zim kuzatib boraman. Xudo xolasa aeroportdan ham chiroyli videolar qilish nasib qilsin. Xudo xolasa duo qilib turasizlar. Biz insonlarga foydamiz tegsa shu harakat qilyapmiz. Hammaga rahmat. Kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa aloqaga chiqib turasizlar. Foydamiz tegsa xursandmiz. Easy visa, best of the best. Hammaga rahmat.